Abror Muxtor Ali domlaga Shuhrat Musoyev bular bilan ko'rishib gaplashib olish kerak degan fikrni aytdi. Abror Muxtor Ali nima deganini esa video davomida bilib olasiz. 90% dan ortiq odamlar kommentariyada Abror Muxtor Ali domlamizga negativ fikr bildiryapti. Tez kunda shularning ko'zi ochiladi degan umiddamiz. Videoni boshlashdan oldin Abror Muxtor Alini dinimizga qilayotgan xizmatlari uchun yaxshi ko'radiganlar kanalimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlashni davom eting. Yanada sifatli kontent tayyorlashimiz uchun bu yordam beradi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan masalalar ko'pchilikka o'sha urush, janjal, to'polon, bahs qiziq. Hamma lichkamga ba'zi mavzularni tashab turadi. Bunga bir narsa deng, bunga qarang deb. Hammasiga ham e'tibor bermaymiz, o'zi e'tiborga loyiq, e'tiborga molik mavzular bo'lsa, bular haqida o'rtoqlashamiz. Xalqni aldayotgan kazzob dayus gemoroylar chiqib qolsa, ulardan ham ogohlantiramiz. Bu endi tashab ketadigan mavzu emas. O'sha gemoroy bir siqim zoti past menga nisbatan men uni nomini aytmaganman, kimligini, menga qizig'i yo'q. Rostdan ham men jamiyatda ularni tashlandiq odamlar deyman. Dayus deyapman, bu tashlandiq odamlar. Undan tashqari o'shalarni yaxshilab surishtiring, alfons bo'lib chiqadi. Murojaatchi deb kelgan sal puli bor xotinlarni ko'rib qolsa, o'shalarni darrov tuzoqqa ilintirib, go'yoki sevgi muhabbat uyog'i farqi yo'q, pulini ishiladi. Bir qarasang uzugini o'g'irlaydi, bir qarasang boshqa narsa qiladi. U alfons odamlar. Ular nimaga Abror Muxtor Aliga sakraydi? Chunki jamiyatda o'rni yo'q. Ya'ni o'ta isqirt odam bo'lganliklari uchun Abror Muxtor Alining auditoriyasidan foydalanib, o'zlariga podpischik, murojaatchi yig'ish g'amida bo'ladi ular. Mana shu mavzuda menga nisbatan har turli gapni gapirib yurgan troll yoki o'shalarning gapiga qo'shilib olib yurgan ba'zi atrofimizdagi do'stlarga aytamanki, bizni qilayotgan faoliyatimizni formulasi mana shu. Mana shu formula. Hech bittasini haqorat qilmaganmiz, qilmaymiz. Madaniy savolga madaniy javob berganmiz, madaniy salomga madaniy alik berganmiz. Kim nima desa, yarasha muomalasini ko'rgan. Hech kimni burnini qonatmaganmiz. Zulmni yomon ekanligini e'tiqod tariqasida bilamiz buni. Lekin bizni haqorat qilishyapti. Bizga tashlanishyapti. Bizni o'zlaricha oyoq osti qilmoqchi bo'lishyapti. Osmonda yulduzlar behisob, lekin tutilgani faqat quyosh va oydir degan Imom Shofiy. Oy bilan quyosh tutiladi, yulduz ko'p. Eng yorqin bo'lgan yulduz bizga nisbatan u tutiladi. U ko'rinadi tutilgani. O'shaning uchun bizga sakrashyapti. Ana shu gemoroyni bir ko'ringlar. Gemoroy meni mavzuyimni o'zidan mavzu sifatida chiqarib to'polonni boshlaganda men uni zikr qilganmidim? Yo'q. U haqida gapirganmidim? Yo'q. Men dayuslar degan edim. Yugurib chiqib keldida, "Ey" deb sakrab qoldi. Demak, dayuslikdan nasibasi bor o'shani. Ana undan keyin yana bitta dayus desang, boraman oldinga dedi. Kel mana sen dayussan dedim. Keyin vaziyatni ko'rdida, vaziyatga ko'ra u kelolmaydi meni oldimga. Kelsa ana bu do'sib degan hamjinsiga o'xshab mazasi qochadi. Endi u ijtimoiy tarmoqda sen bilan jang qilaman deyapti. Qarang, tapichkadan sakrayotganini. Ijtimoiy tarmoqda ham aqli yetmayapti. Yani aytgan gapimizga javob berib kelyapmiz. Bu fitna qilyapti. Provokatsiya qilyapti. Unisiga uchmadik, provokatsiyaga uchmaganimizdan keyin chiqib olib onamni haqorat qilyapti.
kim meni onamni haqorat qilsa, javobini oladi. Inshaalloh oladi. Chunki onani begonasi bo'lmaydi. Hammaning onasi meni ham onam bo'ladi. Onam ayol bo'lgani uchun hamma ayollarni hurmat qildim degan. Salaflarda shunaqa gap bor. Meni onamni haqorat qildi. Bu gemoroy meditsina tomonidan sifilist kasalligi uchragan. O'zi hayoti parokanda bo'lgan Alfons, boy xotinlarni ishtonini qidirib yurgan Alfons meni onamni haqorat qilyapti. Nimaga? Provokatsiya qilyapti-da, provokatsiya. Endi biz atrofimizdagi odamlarni ham yaxshi aqli hushi joyida deymiz, soddalar ham ko'p. Soddalar ham ko'p. Shuhrat Musayev ukamiz chiqib aytibdi, Abror ustoz borib ko'rishib olish kerak dedi. Ey Shuhrat, Jasmin bilan borib ko'rishib gaplashib olishing kerak desangiz, misol uchun. Men sizga aytsam, borib Jasmin bilan bir ko'rishib gaplashib oling desam, sizga nisbatan, sizni qadringizga nisbatan munosib gap gapirmagan bo'laman. Bular o'sha Jasminni yo'lidagi odamlar. Jasmin ochiq aytgan o'zini keyligini. Bular yashirin pedofillar. Bular yashirin o'zini bekitib olib, men erkakman deb ko'chada aslida xotindan ham past ishni qilib yurgan o'sha odamlar bular. Bular bilan nimani ko'rishib gaplashamiz? Bular bilan mabodo ko'rishib qolsak, jumlaga o'rin qolmagan o'zi. Bular provokatsiya qilyapti. Bularga vaqtimizni ajratib borib, bunaqa holat yo'q. Qo'limizdan keladi. Ayniqsa Shuhrat, siz yaxshi bilasiz. Bizni qo'limizdan keladi. Lekin biz bularga vaqt ajratmaymiz. Bularni basharasini ochib qo'ydikmi? Ochib qo'ydik. Aldayotgan, xalqni aldayotgan kazzoblar ekanligini isbotladikmi? Isbotladik. Xalq bularni yuziga tupurishni boshladimi? Boshladi. Maqsad shu edi, bo'ldi. Endi murojaatchi deb uni oldiga borib murojaat qilayotganlar, bitta muammo bor. Ichki ishlarga borib, problemaga kirib, kimnidir aldab, kimgadir mol berib ola olmay, mashnaqa qilib yurgan muammodagi odamlar bularga borib o'zini mazlum qilib ko'rsatadi, bo'ldi. Aqli hushi joyida odam, normalni odam bularga borib murojaat qilmaydi. Qilmaydi. Shuning uchun do'stlar, maslahatinglar uchun tashakkur. Ko'pchilik odam o'shanaqangi haligi setkada urush natijalarini ko'rgisi keladi. Bu mavzularda setka mavzusiga o'xshagan bo'lmaydi. Hayot ko'rsatib boraveradi. Hayot o'zi ko'rsatib boradi. Siroj media bilan bo'lgan gaplarimizda men birortasiga nisbatan nomini aytib boshida, eng boshlanishida qilmalaring shu ishni noto'g'ri deb chiqqanman, bo'ldi. Bular keyin haqoratga o'tishdi. Mana hozir mana shu gemoroy oldinga boraman degan. Kela olmadi. Kel desam, dayus desang boraman dedi. Dayussan sen dedim. İjtimoiy tarmoqda urushamiz dedi, tapichkadan sakrab. Ijtimoiy tarmoqda ham aqli yetmaydi bularni. Ya'ni to'g'ri suhbatni olib bora olmaydi. Saviya o'ta tor, ko'ryapsiz gap so'zlarini. Nimani nimaga misol qilishni ham bilmaydigan savodsiz odamlar. Undan keyin onamni haqorat qilyapti. Kel mendan so'rab ol deyapti. Uni so'rab oladigan vaqt keladi. Biz har qanaqa botqoqni vatan qilib olgan odamlarga botqoq kechib boravermaymiz. Chang ko'chaga kirib mazaylarni qochiramiz bir kun kelib. Lekin sallar botayotgan botqoqqa balotaga biz botmaymiz. Endi post qo'yibdi bugun. Kim dayus? O'zini ayolini zinoda ayblagan dayusmi deb. Bu mavzu chaynalavurib aslida noto'g'ri ekanligi, montaj ekanligi, mavzu umuman boshqa mavzuga yopishtirib olib kelganliklarini isbotini qilganmiz tarixda biz. Buni ateistlar, Mahmudga o'xshagan hizbiylar, Galoboylar, Jasminlar chiqargan. Tezak ibn Tezak chiqargan. Shuhrat, men bularni nima uchun o'shalarni yo'lida deyapman. Bular mana shunaqangi pastkash odamlar. Men bu gemoroyni
Alfons mavzularini ham juda yaxshi bilaman. Men ko'targanim yo'q, hech joyda gapirganim yo'q. Nimaga? Men problemamni to'g'ri hal qilaman. Bu mana bu Otabek Jo'rayevning oilasini olib chiqib videolarni tarqatishganda ham aytdimman. Tarqatmanglar, keragi yo'q. Keragi yo'q. Bu odam to'g'risida tarixida o'sha eri bor xotinning uyiga kirib olganligi, o'sha joyda o'tirib olib, keyin uni eri kelib qolib, buni boshiga g'ish bilanmi, boltaba bilan urganligi, qoshini ikkiga bo'lib qo'yganligi bilardim tarixini. Ben o'ziga eslatdim. Lekin uni oilasini kovlamadim. Endi bular mana Otabek Jo'rayev Tohir degan bolani dadasiga, o'sha boqib olgan dadasiga borib video olib tarqatishligi, bularda andisha degan chiziq yo'q, bularda hayo yo'q, bularda Allohdan qo'rqish yo'q. Alloh deyotgani u til yog'lamachilik odamlarning ko'ziga. Ularni lichkalarida gaplashayotgan gapini ko'ring. Eng xunuk avrat so'zlarni og'ziga olib gaplashib o'tiribdi. Bemalol, hech hayo yo'q. Hech bir andisha yo'q. Ana shularga mana hozir endi hech imkoniyat topolmagandan keyin eski o'sha montajlarni olib chiqib, endi o'shani qo'yib mana qilaman deyapti. Qo'ylaring. Undan javobini olib bo'lgansanlar. Xalq sanlarga ishonib ketavermaydi. Rasm tarqatadi, montaj tarqatadi, shunaqangi narsalarni tarqatadi. Bular shuni hujjat deb o'ylashadi. Yuzma-yuz gaplashishlikka aqli yetmagani uchun shunaqa pastkashlikka o'tishadi. Va Allohning qadarini ajoyib javobi bo'ladi. Al-jaza'u min jinsil amal degan qoida bor. Jazo amalni jinsidan bo'ladi. Bular shu qilayotgan ishiga bumerang o'zlariga xuddi shu masalada qaytadi. Men qilmasligim mumkin, buni albatta unga nisbatan qilishadi. Buni Alfons ekanligi, tilla o'g'irlab yurganligi, sifilist bo'lib qolganligi va shunga o'xshagan gemoroy mavzularini aksariyati hali chiqadi. Bular o'sha montaj bilan kimgadir tajovuz qilishyaptimi? Bularga haqiqiy javob qaytadi. U kimdan qaytishligini Alloh qadar qiladi. Bizni ishimiz emas. Borib ko'rishib olish kerak degan Shuhrat Musayev ukamizga aytamanki, yo'q. Bular arzimaydi. Bular tashlandi, gadoy sifat va shi o'tib ketgan odamlar. Qo'l berib so'rashmayman. Masalan, shular men ko'chada yo'lma-yo'l ko'rishib qolsam, qo'l berib so'rashmayman. So'rashmayman. Tip tashlashim mumkin. Qo'l bilan ham urib bo'lmaydi bularni. Bu endi bu ya'ni majoziy ma'noda aytyapman-da. Qo'l bilan emas, tepib tashaladi. Tovog'i alohida odamlar bular. Meni aytdi deysiz. O'sha qo'lga tushgan ba'zi blogerlarning ham shunaqa mavzulari bor. Yana ham ichki ishlar, yana ham shu davlat strukturasidagi xodimlarga tashakkur aytish kerak ular. Ularni hamma mavzusini dasturxon qilib yozmaydi. Juda ko'p sirni bilishadi ular. Ba'zi odamlar o'zaro gullaydi, lekin mavzuni tashqariga chiqarmaydi ular. Bularni mana hozir Otabek Jo'rayev problemaga kirib boryapti. Birinchi suhbatlashganda aytgan edim men. Prokuratura bilan ichki ishlarni faoliyati nima farq bor? Tushunmaydi, hech narsani bilmaydi bular. Vaziyatga qarab yurgan odamlar-da. Endi hozir prezidentni haqorat qildi deb video qo'yib qo'yibdi. O'zining auditoriyasida videoni qo'yib qo'yibdi, prezidentni haqorat qilyapti deb. Prezidentni haqorat qilyapti deb videoni qo'ygan odam ham haqoratga sherik bo'ladi, javobgarlikka tortilib ketadi. Saviya yo'q, huquqdan o'qimagan, maktabni dabdalasini chiqargan odamlar. Atrofida advokatman deb yurgan odamlar ham maslahat bermaydi bunga to'g'ri. Alloh insof bersin.